Assalamu alaykum, hurmatli radio anglag'ich qarindoshlar. Vahiy panjarasi programmamizning 22-soniga kelganinglarni chin qalbimizdan qarshi olamiz. Hurmatli qarindoshlar, hammanglarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda Islom shahidi Sayyid Qutb rahimahullohning Fi Zilalil Qur'on soyasida nomli tafsirining birinchi parasini diqqatingizga sunib kelyapmiz. Bugungi son programmamizda va ilgirki son bir qancha son programmamizda biz Sura Baqaraning 75-oyatidan 103-oyatigacha bo'lgan oyatlarning sharhisida to'xtalib kelayotgan. Inshaalloh Alloh xolisi bugun ham shu kelgan yerimizdan boshlab diqqatingizga sunishga tirishimiz. Bugungi mavzuimiz bo'lsa payg'ambarga itoat qilish mavzusidan boshlab diqqatingizga sunamiz. Diqqatinglar radiomizda bo'lsin. Mikrofon oldida qarindoshinglar Abdullah Yalqun. Payg'ambarga itoat qilish. Hamda bu yerda buningdan keyingi oyatlar. Ya'ni biz Sura Baqaraning 87-oyatiga keldik hozir. Mushuningdan keyingi oyatlarda Bani Isroil qavmining payg'ambarlariga qarshi tutgan pozitsiyasini yuziga urdi Alloh subhanahu taolo. Bani Isroil qavmining o'z payg'ambarlariga qarshi tutgan pozitsiyasini ularning yuziga urib, ularning o'z payg'ambarlari elib kelgan haqiqatlarga qarshi elib borgan nachar qilmishlarini izohlab berdi. Alloh subhanahu va taolo Sura Baqaraning 87-oyatida shunday deydi: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Biz Musa'ga kitap berdik dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Biz Musa'ga kitap berdik. Ondan arqadan payg'ambar avatdik. Maryam o'g'li İsa'ni uchuq mo'jizalarni berib avatdik. Hamda uningga pok ruh, ya'ni Ruhul Quddus bilan yordam qildik. Bu sizlarning qandoq qiliqinglarki, har qachon biror payg'ambar nafsoniy xohishinglarga zid biror narsa elib kelsa, takabburlik qilasizlar. Birini inkor qilsanglar, yana birisini o'ldirasizlar deydi Alloh subhanahu va taolo. Aslida Yahudilarning islomdan yuz o'rishidagi va islomga kirishdan bosh tortishidagi birdan bir asosiy o'zlarining nurg'unlagan payg'ambarlar elib kelgan qonun shariatlarga ega ekanligini, shundaqla shu payg'ambarlarning shariatiga agishib hayot kechirayotganligini da'vo qilishlari edi. Şoňa Qur'oni Karim bu yerda ularning mazkur puchak davronlarga zarba berib, yuzidagi niqoblarini yirtib tashlaydi Qur'oni Karim. Hamda shu orqali ularning payg'ambarlarga va payg'ambarlar elib kelgan shariatlarga zodi qandoq pozitsiyada bo'lganligini oshkorlab berdi Alloh. Haqqoniyatni yuzma-yuz ko'rgan chog'lardimi, ularning pozitsiyasida qilcha o'zgarish bo'lmaganligini, yana shu yahudiylik tabiatidan voz kechmaganligini muayyanlashtirib berdi. Oldingi bölümlerde Bani İsrail qavmining Alloh tarafidan berilgan kitobga va Musa alayhissalomga qarshi tutgan pozitsiyalari oydinlashtirib berilgan edi. Amdilikda bo'lsa, ularga orqa payg'ambarlarning avatilganligi va bu payg'ambarlar karvonining oxirgi halqasini Maryam o'g'li İsa alayhissalomning shakllantirganligi. Alloh taolo uningga uchuq mo'jizlarni berib, Ruhul Quddus, ya'ni Jibril alayhissalom bilan yordam qilganligi bayon qilinmoqda. Bani İsrail qavmi bu payg'ambarlar karvoniga
va uning oxirgi halqasini shakllantirgan Maryam o'g'li Isa alayhissalomga zodi qandoq muomala qilishdi, qandoq qarshi elishdi? Mana bu Qur'oni Karim ayiblayotgan va ular o'zlarimi inkor qilolmayotgan nachar pozitsiyalari. Hatto ularning o'z kitoblarimi bu haqiqatlarni iqror qilib aynan ko'rsatib bermoqda. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Bu sizlarning qanday qilqanlar ki har qachon biror payg'ambar sizlarning nafsoniy xohishinglarga zid biror narsa elib kelsa Alloh tarafidan takabburlik qilasizlar. Bir firqa inkor qilsa, yana bir firqa o'ldirsizlar. Sizlarning ichinglardagi bir firqa inkor qilsa, yana bir firqa payg'ambarlarni o'ldirsizlar. Hidoyat yo'lidagi kishilarni va shar'iy prinsiplarni o'tkinchi orzular bilan turaqsiz havaslarga ergashtirishga tirishish, mijoz xarakteri buzilgan, shundaqla insonlarda adolat mantiqisi qolmagan vaziyatlarda nihoyat ko'p ko'riladi. Mijoz xarakteri buzilgan, shundaqla insonlarda adolat mantiqisi qolmagan vaziyatlarda nihoyat ko'p ko'rindi bunday ishlar. Bu mantiq shuni taqozo qiladi-ki, shariat insoniy havaslarga asir bo'lmagan, nafsoniy xohishlar tarafidan mag'lub bo'lmagan, turaqsiz insoniy manbalardan tashqari muqim bir manbani markaz qilib, barliq insoniyatni shodlik va qayg'u, kasallik va salomatlik, orzu va havas deganga o'xshash tuyg'ular tarafidan olditilmagan muqim bir mizon tarafga yuzlantirgan bo'lishi lozim. Shunga Alloh taolo bu yerda musulmonlarning ular bilan o'xshash xatolikni sodir qilib, Allohga bergan ahdisining muhim moddasi bo'lgan yer yuzining xalifaligini va Allohning boshqa omonatlarini ustiga elish vazifasini qo'ldan ketkizib qo'ymasligi uchun Bani Isroil qavmiga aloqador bu turdagi xabarlarni tilga olmoqda. Chunki musulmonlar qandoqli chog'da Bani Isroil tushgandek ozg'unliqlarga tushidi ekan, Allohning shariatini bir chetga qoyirib qo'ydigan, o'z xohishiga ko'ra harakat qilib, bir qism dindorlarni o'ldirsa, yana bir qismini qorilaydigan bo'ladi. Shuning bilan Alloh ularni xuddi Bani Isroil mubtilo bo'lgandek guruhvozlik, tushkunlik, pastkashlik, xorliq va badbaxtlik illatlariga mubtilo qiladi. Buning aksiga yolg'iz Allohning va payg'ambar alayhissalomning hukmiga ergashib, orzu havaslarini Allohning kitobiga va shariatiga uyg'unlashtirdi ekan. Shundaqla Allohga bergan va'dasini o'rinlab, shu va'daga mahkam esiladi ekan. Ro'shan kitobda bayon qilingan haqiqatlarni tinglab, hidoyatga erishish uchun butun kuchi bilan tirishadi ekan. Ana shu chaqdalar azobdan qutula oladi. Yana bir mavzuimiz bo'lsa, pardalangan qalblar. Amda Qur'oni Karim Yahudilarning payg'ambarlarga qarshi tutgan pozitsiyasini tafsiliy bayon qilib berdi. Ondan ularning bu yangi payg'ambarga qarshi pozitsiyasini oydinlashtirib berdi. Mana bu yerda ko'rib olishga bo'ladiki, ular yanada ko'ni yo'lini davomlashtiraveradi. Chunki Yahudilar xuddi o'z payg'ambarlariga qarshi chiqqan ilgirki Yahudilarga o'xshash baribir Yahudilarda. Estaizu billah. Allah subhanahu va taala Sura Baqaraning 88-oyatidan 93-oyatigacha bo'lgan oyatlarda shunday deydi. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين Ular dillerimiz perdelengen deyişidi. وقالوا قلوبنا غلف Ular dillerimiz perdelengen deyişidi. Undaq emas. Ularning kufri sabablik Allah ularga la'nat qildi. Şunu ulardan iman eytidiganlar nahayeti az dedi Allah subhanahu taala. Endi ularga Allah tarafidan bir kitap, yani Qur'on kelganda uningga qandoq muomala qilyotidi? Halbuki u Qur'on ulardagi kitobni tasdiqlaydigan tursa dedi Allah subhanahu taala. Ularning qo'lidagi kitobni Qur'oni Karim tasdiqlaydigan tursa. Hatta Qur'on kelishdan ilgari ular kafirlarga qarshi o'zlariga g'alaba, nusrat uchun duo qilib kelgan tursa. Qur'on kelishdan ilgari chunki ularning kitobida payg'ambar alayhissalomning sifatlari, oxir zamonda keladigan payg'ambarning sifatlari tilga ilingan. Ular mushriklarga qarshi o'z ilgari Qur'oni Karim kelishdan burun mushriklarga qarshi pat arda bir payg'ambar keldi. Biz shu payg'ambarga agishib sizlarni Od va Irom qavmini o'ltirgandek o'ltirmiz deb shundaq kafirlarga, mushriklarga shundaq qilib nima qiladi desa, shu duolarni qilib ularga tahdid ishlatdi. Alloh uni tilg'avatdi bu yerda. Hatta Qur'on kelishdan ilgari ular kafirlarga, ya'ni mushriklarga qarshi o'zlariga g'alaba, nusrat uchun duo qilib kelgan tursa, ammo ular biladigan Tavratda sifati bayon qilingan shu Qur'on bilan payg'ambar kelgan chog'da bo'lsa-chi, uni tunib yetibmi inkor qilishdi dedi. Tunib yetib turib inkor qilishdi. Allohning la'nati shu inkorchilarga bo'lsin. Ularning o'zini tegishib setib olgan narsa nima degan yomon. Yahudilarning Alloh nozil qilgan hidoyatni qabul qilishdan inkor qilishi Allohning o'z fazlini, ya'ni vahiy bilan payg'ambarlikni o'zi xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzidandir. Nima ish qilib bizning millatimizdan chiqmaydi? Yahudi millatidan chiqish kerak deb ko'rolmagan yahudilar. Qarindoshlar. Nahnu sha'bullahil muxtar, biz Allohning tanlangan xalqi, tanlangan bandalari deyishgan maxluqlar bu. La'nat bo'lsin. Yahudilarning Alloh nozil qilgan hidoyatni qabul qilishdan inkor qilishi nima uchun desa, Allohning o'z fazlini, ya'ni vahiy bilan payg'ambarlikdan iborat bu Allohning fazlini o'zi xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzidandir dedi. Shuning uchun ular amdi g'azab ustiga g'azabga tegishli bo'ldi dedi Alloh. Ular g'azabning ustiga g'azabga tegishli bo'ldilar. Buni Alloh Qur'oni Karimda ajoyib go'zal iboratni ishlatdiki bu yerda. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Bu qiliqlar orqali bu setib oldi dedi. G'azabning ustiga g'azabni setib oldi ular o'zlariga. Bu qadar ahmoqligini tushundirdi Alloh subhanahu va taolo. Bundaq kafirlar qattiq xo'rlig'uchi azobga duchor bo'ladi. Ularga Alloh nozil qilgan Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular deyishadi-ki, o'zimizga,
ya'ni Bani İsrail nesliga nozil qilingan kitobga iymon keltiramiz biz deydi. O qavm doirasining sirtida kelgan kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki o Qur'on haqdir. Ularning ilgiriki ta'limotlarini tasdiq qilguchidir. Hamda Allah subhanahu va taala 91-oyatda Baqaraninki, sura Baqaraning. Ularning o'zining kitobi ham iymon etmaydiganligini dalillab shunday deydi-ki, ularga aytqinki, agar o'zinglarga kelgan kitob qila ishindigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning Bani Isroil ichidan chiqqan payg'ambarlarni o'ldirdinglar deb so'ragan ulardan deydi Alloh subhanahu taolo. Yalg'on o'slarning o'zimizning kitobi ola. Biz Bani Isroilga nozil qilingan kitobga ishonamiz degan bu da'vosi yolg'on deydi Alloh subhanahu taolo. Agar rostlar o'zinglarga kelgan kitob qilishindigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning Bani İsrail ishidan chiqqan, ya'ni sizlarning ishinglardan chiqqan payg'ambarlarni nima uchun o'ldirdinglar deb so'ragan Muhammad sallallohu alayhi vasallam dedi. Sizlarga Musa alayhissalom haqiqatan uchuq mo'jizlar bilan keldi. Shundaqdimi sizlar Musa Tur teg'iga ketgandan keyinla o'zinglarga zulm qilib mo'zayni ma'bud qilib oldinglar, ey maxluqlar. Mo'zayni ma'bud qilib oldinglar, mo'zayni. Aslanglarki o'z vaqtida Tur teg'ini ustinglarga tiklab biz sizlardan ahdi olgan edik. Sizlarga qattiq ta'kidlab biz berayotgan yo'l yo'riqlarga qat'iy bo'ysuninglar va quloq selib anglanglar degan edik. Sizlarning ajdodlaringlar biz angladik, ammo itoat qilmaymiz deyishdi. Ularning kufrligi shu darajaga yetganki, dillariga butunlay mo'zayli singib ketgan edi ularning dillariga. Ularga aytqinki, agar sizlar mu'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuruydi-kina. Bu qanday bo'lgani bu? Aytqini Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ularga aytqinki, ya agar sizlar mu'min bo'lsanglar, sizlarning iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuruydi-kina. Deb shunda aytqin ularga deydi. Demak qarindoshlar, bu yerda Qur'oni Karimning bayon tarzi qattiqlashib, ba'zi joylarda hatto xuddi choqmoq chiqayotgandek yoki o't chachirayotgandek shiddatli tus oladi. Qur'oni Karim Bani Isroilning tarixiy qilmishlarini oldiga qo'yib, ularni javob berishga butunlay amonsiz qoldirgan holda javobgarlikka tortadi. Ular na biror paket, na biror bahona ko'rsatolmay qoladi. Aslida ular mutakabbirligi yuzidan haqqoniyatni qabul qilishdan qochadi. Ularning qalbi islomga bo'lgan o'chmanlikka to'lib tashqan bo'lib, ular musulmonlarni kamsitib, qichib yuradigan bo'lib olgan edi. Ular o'zidan boshqalarning bundoq yuksak martabaga ega bo'lib qolishiga qat'iy chidab tura olmaydi yahudiylar. Shunga nima uchun Allohning fazl rahmati musulmonlarga bo'ladi degan hasad ularning qalbini chirmab ketgan edi. Nima uchun bizga tushmaydi bu deb. Ammo kishilarga bo'lsa, nima uchun islomni qabul qilmaganligiga qarata yuqorqidek so'zlarni bahona qilib ko'rsatdi. Alloh taolo buningga intayin qattiq raddiya berdi-ki, chunki Allohga va Allohning rasuliga qarshi ularning inkorchi, osiylarchi pozitsiyasining iloji dal mushu edi. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullohu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Ular bizning qalblarimiz, dillarimiz perdelangan deyishdi. Mushunda deyishdi ular. Undaq emas. Ularning kufri sabablik Allah ularga la'nat qildi, balki Allah subhanahu taolo ularga dedi. Şunu ulardan iman eytadiganlar nihayetimi az. Ular qalbimiz perdelangan, onunğa hiçbir yeni davet yetib baralmaydı. Ne o birer yeni davetçinin çağırıqını anlayalmaydı deyişetti. Ular bu sözleri arkalık Peygamber aleyhisselam bilen Müslümanlarını bu yeni din tarafki Yahudilerini çağırıştan tosmakçı buluşetti. Hem de onu Peygamber aleyhisselamның davetini kabul kılmaslıklarına sebep kılıp mı gösterdi. Şuna Allah Teala onların sözüge reddiye verip bel la'anahumullahu bi kufrihim undaq emas.
ularning kufri sababli Alloh ularga la'nat qildi deydi. Ya'ni ular davomli inkorchilik qilib kelganligi uchun Alloh taolo jazo o'rnida ularni hidoyatdan mahrum qildi. Hidoyat nuri bilan ularning orasida parda paydo qildi degan gap. Faqalilan ma yu'minun. Shunga ulardan iymon aytadiganlar nihoyatim az. Ya'ni bu qadimiy ozg'unlik va üzülmas kupurlik tufaylidan ular haq yo'lidan yiroqlashib ketgan. Allohmu jazo o'rnida ularni hidoyat yo'lidan mahrum qilgan. Shunga ulardan iymon aytadiganlar nihoyatim az. Bu oyatning yana bir ma'nosi, ular kafirona pozitsiyani tanlab olgan. Bu ularning muqim tutgan yo'li. Shunga nihoyat oz kishi iymon aytidi bo'lishi mumkin. Bu har ikki ufqum iboraning bu yerda so'zlanayotgan iboraning ma'nosiga o'xshashli uyg'un keladi. Hamda ularning kufrligining intayin qabohatlik yeri shuki qarindoshlar, ular o'zlari shuncha asrlardan beri kutib turayotgan va hatto uning vaqtisi bilan butun kofirlardan g'olib kelishni umid qilishayotgan ashu oxirgi zamon payg'ambarini inkor qilmoqda edi ular. Ular ashu kelish oldida turgan payg'ambarning vaqtisi bilan nusrat qoznimiz deb o'ylashadi burun kelmaganda. Biroq dal ashu payg'ambar ularning kitoblarini tasdiqlagan holda kelganda bo'lsa, ular kufrlik yo'lini tutishdi. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Endi ularga Allah tarafidan bir kitap, yani Qur'on kelganda bo'lsa, uningga qanday muomala qilyotdi? Qanday muomala qiladi unga? Halbuki u Qur'on ulardagi kitobni tasdiqlaydigan tursa. Hatta Qur'on kelishdan ilgari ular kofirlarga qarshi o'zlariga g'alaba, nusrat uchun duo qilib kelgan tursa. Ammo ular biladigan, Tavratda sifati bayon qilingan ashu Qur'on bilan payg'ambar kelgan chaqda uni tunib turibmi inkor qilishdi dedi Alloh subhanahu va taolo. Mana mushuning o'zila ularni Allohning azobiga va hidoyat yo'lidan yiroqqa etib tashlashiga tegishli qiladigan eng qabih qilmish edi. Dal mushu sababdillah Allohning la'nati yig'ib ular kofir deb sifatlangan edi. Fala'natullahi alal kafirin. Allohning la'nati ashu kofirlarga bo'lsin. Buning orqadan Alloh taolo ularning qilgan sodasining ziyonli soda bo'lganligini aytib berish bilan birga hili nayranglarining va yirginichlik amal tarzining aslidagi maxfiy sabablarini aytib berdi. Qanday maxfiy sabablar borligini aytib berdi. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunzila min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Ularning o'zining badaliga setib olgan narsa nima degan yomon dedi. Nima degan yomon? Yahudilarning Alloh nozil qilgan hidoyatni qabul qilishdan inkor qilishi, Allohning o'z fazlini, ya'ni vahiy bilan payg'ambarlikni o'zi xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzidandir. Shuning uchun ular endi g'azab ustiga g'azabga tegishli bo'ldi. Bundaq kofirlar qattiq xo'rlig'icha azobga duchor bo'ladi. Ular qasdan o'zining badaliga kufrlikni setib oldi. Bu ularga nisbatan nihoyat ziyonli so'di bo'ldi. Go'yo ular o'zining qimmatini kufrlikqa to'lagan bo'ldi. Inson mayli qandoqli bo'lmasin, o'ziga ma'lum bahoni qo'yib, uni kufrlikning badaliga setib etsa, bu uningga nisbatan haqiqatan ziyonli so'di bo'lgan bo'ladi. Gerçi bu yerde bu vaka misal ve tasvir üçün bayan kılınayotgan bolsa-mu, amaliyotda Yahudiler rastla shunda qilgan edi. Ularning dunyoda tatgan ziyni ashu qadrlik iymon karvonlari sepining a'zosi bo'lolmaganligi bo'lib qolgan bo'lsa, oxiratlik ziyni nima deganda nihoyatim xo'r qiluvchi azobning ularni to'rt ko'zi bilan kutib turayotganligi bo'ldi. Chunki ular hayoti bo'yi kufrlikni tapovat qilgan va hayoti kufr ustida oxirlashgan edi. Ularni bunday pozitsiyaga majbur qilgan narsa nima degan vaqtimizda
mushu pozitsiyaga, mushu xil e'tiqodga, mushu xil fikrga majbur qilgan narsa nima deganda, ularning qalbining payg'ambar alayhissalomga qarshi hasadga to'lganligidan iborat edi qarindoshlar. Rasulullohga qarshi hasadga chidamaslikka to'lganligidan iborat edi. Ularning xiyolicha oxirgi zamon payg'ambari ulardan chiqishi kerak edi. Ularning millatidan, yahudiydan chiqishi kerak edi. Ammo Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambarlikka tanladi. Ular o'z qalbida Alloh vahiy bilan payg'ambarlikni o'zi xohlagan kishiga ato qiladi degan ma'rifat kengligini paydo qilib bo'libmi, yana chidamaslik qildi. Ya aslida biladi ular o'zining ko'nglida Allohning vahiy va payg'ambarlikni o'zi xohlagan kishiga ato qilganligini biladi. Buni bilib, to'liq bilib turibmi, ammo chidamaslik qildi. Bu qilmishi o'p-o'chuq zulm va chekdan oshganlik edi. Ular mana shunday zulm va chekdan eshish tufaylidirlar g'azabning ustiga g'azabga tegishlik bo'ldi. Shunga bunday kibr, hasadxo'rlik va ifloslarcha osiylikning jazosi sifatida intayin xo'r qilg'uchi dahshatlik azob ularni to'rt ko'zi bilan kutmoqda. Yahudilarda uchraydigan bu o'zgacha tabiat dal tuzkurlik mijozdan iborat bo'lib, bundaq mijozga mubtalo kishilar ashaddiy mutaassiblikning tor doirasi ichida shaxsiyatchilik bilan hayot kechirishga odatlangan bo'ladi. Bundaq kishilar har doim boshqalarning yaxshi bo'lishini va baxtga sazovor bo'lishini o'ziga nisbatan mahrumlik his qiladi. Jumladan, ular insoniyatning cheksiz qarindoshlik tasavvuridan xoli bo'ladi. Yahudilarning tarixini muhokama qiladigan bo'lsak, ularning yillardan yillargacha ana shu ideya tufayli go'yo insoniyat shajarasi bilan hech bir munosabati yo'qdek, butun insonlardan ayrilib hayot kechirganligini, balki texi butun insoniyatga qarshi har doim suiqasd tuzib yurganligini ko'ramiz. Ular qalbida doim butun insoniyatga qarshi o'ch adovat va hasadxo'rlik o'tlarini ulg'aytib kelgan bo'lib, mohiyatda bu hasadning azobli yolqini ularning o'zini qo'rimoqda edi. Ular qalbidagi hasad bilan o'chmanlikning ochiqini doim degudak ikki millat orasiga adovat selib, o'zaro urush qisilib qo'yish orqali chiqarib kelgan edi. Urush natijasida to'plangdan to'g'ach o'g'irlab, bir qism manfaatlarni qo'lga keltirish bilan qalbidagi o'chmas hasad yolqinlarga tasalli topadi. Ular doim dunyo millatlarining beshiga balo terib kelgan bo'lib, ba'zida shu baloda o'zlari halok bo'lishadi. Bu uzun jarayonlik fasod, buzg'unchiliklarning hammasi Yahudilarning insoniyatga qarshi doim qalbida saqlab kelgan o'chmanligi va hasadxo'rligining shundaqla shaxsiyatchi ideologiyasining asaridir. Xuddi oyatda bag'yan an yunazzila min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, Allohning o'z fazlini, ya'ni vahiy bilan payg'ambarlikni o'zi xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzidandir deyilganidek, va idza qila lahum aminu bima anzalallohu qalu nu'minu bima unzila alayna va yakfuruna bima wara'ahu va huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Ularga Alloh nozil qilgan Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular deyishidiki, o'zimizga, ya'ni Bani Isroil nasliga nozil qilingan kitob qilib iymon keltiramiz deydi. Bu doiralarning teshidi kelganga iymon keltirishni inkor qiladi. Vaholanki u haq bo'lib, ularda mavjud bo'lgan ta'limotni tasdiqlayotgan va ta'kidlayotgan bo'ladi. Ular Qur'onga iymon keltirishga va islom da'vatini qabul qilishga chaqirilgan hamon shunday so'zlarni qilishadi. Biz o'zimizga nozil qilingan ta'limotlarga iymon keltirib bo'lgan, shunga bizga yetib ashidi deyshadi. Undan tashqari mayli Isa alayhissalomga yoki oxir zamon payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil qilingan hidoyat bo'lsin, hammen inkor qiladi. Qur'onning nazarida ularning Tavratdan boshqa butun hidoyatlarni inkor qilishdan iborat bu qilmishi nihoyatda g'alati ish edi. Va huval haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Chunki u, ya'ni Qur'on haq bo'lib, ularda mavjud bo'lgan ta'limotni tasdiqlamoqda va ta'kidlamoqda edi. Ya'ni ular nada, haq nada. Ularning nadimi haq bilan aloqasi bo'lsin.
Haq bilan nima aloqasi bo'lsin bularniki? Ularning o'z yenidagi ta'limotlarni tasdiqlaydigan haqga ishonganining nima foydasi bo'lsin? Ular milliy asabiyatiga banda bo'lishgan bo'lib, faqat o'z nafsiga chuqunidi va nafsoniy havaslariga ergashidi. Chunki ilgirimi ular o'z payg'ambarlariga nozil bo'lgan hidoyatlarni chatga qiqishgan. Allah Taala ularning xarakterini echib tashlash uchun ularning ojiz nuqtasini izohlab berib, o'z payg'ambari Muhammad alayhissalomga "Falima taqtuluna anbiya Allohi min qablu in kuntum mu'minin." Agar o'zinglarga kelgan kitob qili ishindigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning Bani Isroil ishidan chiqqan payg'ambarlarni o'ldirdinglar degan deb ta'lim berdi Allah. Ya'ni sizlar Bani Isroil payg'ambarlari elib kelgan hidoyat va ta'limotlarga iymon keltirganinglarni da'vo qilasizlar. Xo'sh, agar rostli iymon keltirgan bo'lsanglar, undaqda nima uchun shu muhtaram payg'ambarlaringlarni o'ldirdinglar deb so'rashga buyurdi Alloh bu yerda. Yo'q, ish buningla bilan tuguni yo'q. Sizlar tunji payg'ambaringlar va ulug' qutqazg'uvchilar bo'lgan Musa alayhissalomning elib kelgan buyruqlarini inkor qilgan edinglar. Va laqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhaztumul ijla min ba'dihi va antum zalimun. Sizlarga Musa haqiqatan uchuq mo'jizlar bilan keldi. Shundaqmi sizlar Musa turtig'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib mo'zayni mabut qilib oldinglar. Musa alayhissalomning ta'limotlari va ro'shan mo'jizlaridan keyinmi uning hayotligida mo'zayni mabut qilib oldinglar. O'lib ketgandan emas, hayot vaqtida mo'zayni mabut qilib oldinglar. Ajiba iymoninglar va ilohiy vahiyning taqozosi mushimidi? Shunda qilmishinglar mavjud turib, yana sizlar biz Musa alayhissalom elib kelgan mo'jiza hidoyatlarga iymon etib bo'lgan deb da'vo qila olamsizlar? Yo'q. Ish buninglik bilan tuguni yo'q. Balki Musa alayhissalom bir qiyo toshning ostida sizlardan puxta va'da olgan edi. Ajiba ana shundaq favquloddiy bir va'dani buzib, manmanlik va osiylikqa mubtalo bo'lganliklarini unutdinglarmi sizlar? Hurmatli radio anglag'ich qarindoshlar, bugungi programmamiz vaqt munosabati bilan mush yerda oxirlashadi. Inshaalloh Alloh umr bersa, kelar qatnoq programmamizda yana sizlar bilan yuz ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh Rabbimizga topshiramiz. Qadrli qarindoshlar, dunyoning har qaysi joylaridagi barliq qarindoshlaringiz uchun, shundaqla kamina ojiz uchun ham ijobatli duolaringlarda duo qilib qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.